Bo'pti, onasi, men ketdim. To'xtang, adasi. Ha, nima deysan? Menga qarang, ishga ketganingizda oyingizni ochib olib, qizga qarab ketmang, tushundingizmi? To'g'ri bor, to'g'ri Uf, keling. bo'pti, xo'p. Gapimni eshitmaysiz, qarang lekin. Xo'p. Assalomu alaykum. Ha, va alaykum Men assalom. ketaman, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, yaxshi boribdi bolam. Voy, yana aql o'rgatyapsizmi, ha? O'zini aqli yo'qmi bolammi? Bunga qarama, bunga qarama. Ko'ziga ham xo'jayin bo'ling endi. Ay, tavba qildim, ha? Tavba qildim. Menga qarang, yana eringizga telefon qilyapsizmi? Bu tinch qo'yasizmi yo'qmi? Bo'sh qoldi telefon, bo'sh qoldi telefon. Boshqa ishingiz yo'qmi sizni? Rashqdan qursin, ha? Eridan boshqa ishi yo'q bu qizni. O'zingizda ishlaring bo'lyaptimi? Yaxshi, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr, rahmat. Ishlaringga baraka bersin, bolam. Ya, telefonni qo'ying joyiga. Eri ham telefonni tekshiradimi? Qatura turgan bunda xotiningga? Xo'p, ona, bo'ldi, xo'p. Adasi, javobchaningizda, katta shikoyat bor edi. Bo'pti, yaxshi ishlang. Yana eringiz bilan gaplashyapsizmi? Ha, shu boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Bo'riydimi? Buncha gaplashaverasiz. Oyijon. Ikkita bolani onasi bo'lsangiz qayerga boradi u? Rashqi ham me'yori bo'ladi, chegarasi bo'ladi, bolam. Oyijon, siz bilmaysiz-da, erkaklarni yuradigani qizg'anib turmasa yurib ketib qoladi. Bilasiz-ku, hozirgi ayollarni birpasda aynitib olishadi. O'shaning uchun yaxshilab o'zim tekshirib turaman. Yurib ketmasinlar deb. Qizg'anish bu gunoh emas-ku, oyijon. Qaysi bir ayol o'zini erini boshqa ayollardan rashk qilib qizg'anib yashasa, Alloh taborak va taolo mana shu ayolga Alloh yo'lida jihad qilganligini savobini yozib turadi. Bugun ayolingiz rashk qilyaptimi? Xudoga shukr qiling. Allohga hamd eting. Demak, qalbida borsiz. O'rningiz bor oilada. O'lib ketmaysanmi? Maysa nima deysiz? Qo'lingizdan nima keladi?